Rasman Lionel Messi Barselonaga qaytdi. Videoni oxirigacha ko'rib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hozir bu haqida bilib olasiz. Gap shundaki, Barselona rahbariyati Camp Nou ochilganligini e'lon qilgan va Barselona keyingi o'yinlarni Camp Nou'da o'tkazishini ma'lum qilgandi. Jamoa stadionda bir muddat mashg'ulot o'tkazishga ham muvaffaq bo'lgan. Bundan xabar topgan Lionel Messi stadionni kelib ko'rishga qaror qildi. U butun stadion bo'ylab aylandi, rasmga tushdi va o'z Instagram sahifasida ta'sirli gaplarni yozib qoldirdi. Kecha oqshom men butun qalbim bilan sog'ingan maskanga qaytdim. Men cheksiz baxtli bo'lgan maskanga. Siz meni ming marta dunyodagi eng baxtli inson sifatida his qilishga majbur qilgan joyga umid qilamanki, qachondir qaytib kelaman va o'yinchi sifatida xayrlashish uchun. Chunki men buni hech qachon qila olmadim. Lekin qiziqarli jihat shundaki, Messining Camp Nou'ga kelishini Barsadagilar bilishmagan. Hatto rahbariyat ham buni eshitib shokka tushgan. Biroq hech qanaqa e'tiroz bo'lmagan. Aytishlaricha, u shundoq kelgan va stadion qorovullari eshikni ochib berishgan. Ha do'stlar, Messi Barselonani juda qattiq sevadi. Messining bu harakatlari uchun like bosib qo'ying.